Diqqat! O'zbekiston fuqarolari tayyor turing. Ertaga hafta boshidan O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yog'ingarchilik bo'lishi e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zgidromet 24 noyabr kuni uchun ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi ba'zi joylarda 2 daraja sovuq, kunduzi 12-17 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 2-7 daraja, kunduzi 14-19 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja, kunduzi 9-14 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi, deyilgan xabarda. Aziz vatandoshlar, eng so'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.